O'zbekiston Respublikasining davlat gerbi O'zbekiston Respublikasi rasmiy davlat ramzidir. 1992-yil 2-iyulda qabul qilingan. Davlat gerbi davlat mustaqilligining ramzlaridan biridir. Gerbda mamlakatning tabiiy boyliklari aks etgan. Chap tomonda paxta joylashgan bo'lib, u Sovet davridan beri mamlakat sanoati va qishloq xo'jaligi uchun juda muhim ahamiyatga ega bo'lib kelgan. Chunki O'zbekiston SSR butun SSR hududida asosiy paxta ishlab chiqaruvchi va yetkazib beruvchilardan biri bo'lgan. Shuning uchun uni ko'pincha uning ahamiyatini ifodalash uchun oq oltin deb atashadi. O'ng tomonda mamlakat boyligi va farovonligini ifodalovchi bug'doy boshoqlaridan gulchambar o'rnatilgan. Birgalikda paxta va g'alla o'simliklari respublika hududida istiqomat qilayotgan turli xalq va elatlarning tinchligi va tasallini aks ettiruvchi davlat bayrog'i lentasi bilan bog'langan. Uning tepasida ko'k yulduz joylashgan bo'lib, ichida oq yulduz va yarim oy tasvirlangan. Bu islom ramzi bo'lib, buni ko'pchilik o'zbeklar e'tirof etadilar. Markazda qanotlari cho'zilgan, o'ngga qaragan humo qushi tasvirlangan. Bu afsonaviy qush tinchlik, baxt va ozodlikka intilish ramzidir. Humo qanotlari bilan o'ralgan tog'lar ustida ko'tarilgan quyoshning yashil yaylovlarga qaragan tasviri. Ikki daryo, Amudaryo va Sirdaryo tog'lardan oqib o'tadi va gerbning orqa tomonida chiqayotgan quyoshdan nurlar taraladi. Humo paxta va g'alla chegaralari etagidagi bayroqda o'rnatilgan bo'lib, unda milliy rang-barang va lotin yozuvida mamlakat nomi yozilgan. O'zbekiston